Kichik do'stlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tunishish oldida turibsizlar. Endi ular tunishlik basi qandaq? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, o'lanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Atam ayga o'xshaydi, ay o'gisanda to'xtaydi. Ördek ori kötürüp, iştin yandı, herip ketkeş bir haza, yığılıp aldı. Şar, 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 şar uçudu, etin uğuca yerge düşmeydi. Avlikimning ün algısı nakşı eytidi, appak tışkan xapa bolup, yiroq ketidi. Bağvan və onun oğlu. Yaxınqı zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi nahayeti icil inaq yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz eriq işlerini qılıp armaydı iken. Bir günü bala mektepten qaytib kelip hoylısığı kirse, dadısı atını yetelep çıkıp atqıdık. Dodo nega borsan? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi bovoy. Men mi boraman? Debdi bala. Balam, uya bak yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Debdi bovoy. Kuyimchanlik bilan. Unalg'ini elib olsam zerikmayman. Debdi bala erkilab. Undaqda chaqqan bo'l, debdi bovoy. Balasiga masliga kelib. Bala hapila-shapila uyga kirib, unalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, baqqa tezli yetib keldi. Ikkalan mevalarni üzishga boshlabdi. Üzib harmabdi. Ularning g'ayratiga aprin o'qib, tornilar ko'p-ko'k osmonda larzon qanotga qishibdi. Unalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlayverib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevalar üzilib tugabdi. Ata bala xo'shal-xuram holda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada, biz nimishqa shuncha qattiq ishlasakmi horg'inlik his qilmaymiz? Buni so'rab yaxshi qilding o'g'lim, debdi bovoy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligingga o'xshaydi. Dada, katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chapqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, turnalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi bovoy. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bala. Qiyinga patmay. Shunda qilib, ular xo'shal-xuram holda uyiga qaytib keldi.